Assalomu alaykum dindoshim. Kanalimiz rivoji uchun shayton yo'ldan urmasa, like bosib obuna bo'ling. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Hashr surasi. U Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U yolg'iz podshohdir. Barcha ayb va nuqsondan salomatdir. Omon qilguvchidir. Ko'rib kuzatib turuvchidir. Qudrat sohibidir, bo'yin sundirguvchidir. Mana Al-Malik, podshoh deyildi. Yana Alloh taoloning Al-Malik ismi ham bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Imom Termiziyda keltirilgan hadis. Ana shu katta duoni bir qismiki, Rasululloh duo qilib aytadilar: Allohumma antal maliku, la ilaha illa anta robbi va ana abduk. Parvardigoro, albatta sen maliksan, podshohsan. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen mening Robbimsan, men sening bandangman. Mana oyatda Al-Malik ismi zikr qilindi va payg'ambarimizning hadislarida ham shu ism zikr qilindi. Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: Yanzilullohu ta'ala ila samai dunya kulla laylatin hina yamdi sulusul laylil awwal. Har kecha tunning 3 qismini birinchisi bo'lganida Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi va aytadi: Anal maliku man zalladhi yad'uni fastajibu lah. Men al-malikman, podshohman. Men podshohman, duo qiluvchi bormi? Uni duosini ijobat qiling. Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deganda Alloh taoloning o'zini azamati, ulug'ligiga loyiq tushadi. Biz qanday bo'ladi, qanaqa qilib keladi degan tafsilotlarga kirishmaymiz. Alloh taolo tushadi deyaptimi payg'ambarimiz? Tushadi, yo'g'iga o'tmaymiz. Al-Malik ismining lavozimlaridan o'zini mulkida hukmini o'tishi. Bu borliq Alloh taoloning mulki. Bu borliqning, koinotning podshohi Alloh. Uni hukmi doim joriy bo'ladi. Doim hukm o'tadi. Masalan, inson ham podshoh bo'ladi. Lekin insonning podshohligi bilan Allohning podshohligini taqqoslab bo'lmaydi. Bir mamlakatda podshohi bor, hukmi o'tadi, lekin har doim o'tavermaydi. Buyruq chiqaradi, kimdir qabul qiladi, kimdir qabul qilmaydi. Kimdir itoat qiladi, kimdir qilmaydi. Va podshohni iznisiz, podshohning ruxsatsiz ham ko'p ishlar sodir bo'laveradi. Bu insonning podshohligi shunaqada. Ammo Alloh taoloning podshohligi bu borliqda Allohning iznisiz, ruxsatsiz biron narsa sodir bo'lmaydi. Alloh bu narsani xohladimi, bu narsa hammaning ustida joriy bo'ladi, xohlaydimi bandalar yoki yo'qmi? Demak, Al-Malik ismining lavozimlaridan Alloh o'zini mulkida hukmi mutlaq o'tadi. Hadis qudusida shunday deyiladi: Ana malikul muluk va malikul muluk qulubul muluki biyadi. Men deydi Alloh taolo, podshohlarning egasi va podshohlarning podshohiman. Podshohlarning qalblari meni qo'limda. Albatta bandalar menga itoat qilishsa, ularning podshohlarini, qalblarini ularga nisbatan yumshoq va rahmatli qilib qo'yaman. Podshohni so'kib bo'lmaydi. Chunki podsho Alloh taoloning yerdagi soyasi degan gap bor. Albatta bu majoz. Podshoh Alloh taoloning yerdagi soyasi degani. Mana eshitdilar hadis qudusiyni. Podshohlarning qalblari meni qo'limda. Agar bandalar menga yaqin bo'lsa, menga toatda bo'lsa, ana shu podshohlarning qalblarini yumshoq va mehribon qilib qo'yaman ularga nisbatan. Davom etamiz. Va innal ibada idza asawni hawaltu quluba mulukihim alayhim bis-sakhati va niqmati. Va albatta bandalar agar menga osiy bo'lishsa, podshohlarning qalblarini ularga nisbatan qahrli va nafrat g'azabli qilib qo'yaman. Shuning uchun podshohlarni qarg'ashlik bilan o'zingizni ovora qilmang. Ularga salohiyatni tilab duo qiling. Bas ularning salohiyati sizlarning salohiyatingiz bilandir.
Tushunarlimi? Podsholarni so'kib, podsholarni qarg'ashlikdan foyda yo'q. Chunki bandalar Alloh bilan bo'layotgan muomalasi, taqvosiga qarab turib, ustilarda turgan podsholar ularga muomala qiladi. Kama kuntum yuvalla alaykum deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'zingizlar qanaqa bo'lsanglar, shunaqa odamlar sizlarni boshliq bo'ladi dedilar. Haqiqiy podshoh al-Malik Alloh taoloning o'zidir. Hamma narsa uni qo'lida. Har kimsa va har narsaning tasarrufi ham, oqibati ham uni qo'lida. Inson podshoh bo'lishi mumkin, mana hozir aytdik. Va kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Mana Alloh taolo insonni podshoh degan oyati. Kahf surasida aytadi Alloh, ularning ortida barcha kemalarni talon-taroj qilib tortib olayotgan bir podshoh bor edi. Demak, Alloh ham al-Malik podshoh, inson ham podshoh bo'lishi mumkin. Lekin podshoh insonning hukmi doim o'tmaydi. Va hamma ishning oqibati tasarrufi inson degan podshohning qo'lida emas. Ammo al-Malik bo'lgan, haqiqiy podshoh bo'lgan Alloh taoloning qo'lida. Hamma narsa. Ko'zingiz ham, quloqingiz ham, nafas olishingiz ham, sog'ligingiz ham, qo'shningiz ham, shepingiz ham, patrimoniyangiz ham hammasi kimning qo'lida? Kimning qo'lida? Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Shuni tushunish kerak. Agar hamma narsa Alloh taoloning qo'lida ekanligiga iymoningiz komil bo'lsa, hech kimdan ta'ma ham qilmaysiz, hech kimdan qo'rqmaysiz ham, hech kimdan nima qilmaysiz? Xavotir ham olmaysiz. Shuning uchun birodarlar, inson la ilaha illalloh degan kalimani aytib turib, bunga mustahkam e'tiqodda bo'ladigan bo'lsa, hamma ish Alloh taoloning ixtiyoridan tashqariga chiqolmasligini bilsa, faqatgina Alloh taoloning o'zi bilan ovora bo'lib qoladi. Buni bir misol bilan tushuntiramiz. Musulmon banda haqiqiy al-Malik, podshoh Allohga yuzlanish kerak. Misol, 10 etajlik baland qurilgan chiroyli imoratni tasavvur qiling. Bitta katta kompaniyaning ofisi. 10 etajda ishlayotgan 200 tami, 300 tami odam bitta kompaniyaning ofisida ishchilari. Uning ichida qorovuli bor, oshpazi bor, farroshi bor. Bu ishxonada demak o'sha yuzlagan odamlar bor. Buxgalteri bor, nachanligi bor, shoferi bor. Hammasi bilan muomala qilishingiz mumkin. Va hammasi u bilan chiroyli muomala qilishingizni xohlaydi. Sizga o'xshab. Va hammasini ko'nglini ovlashingiz kerak. Bu qiyin. Odamlarda tabiati har xil bo'lgandan keyin ular bilan muomala qilishlik shunga yarasha. Lekin shu ishxonada bitta odam bor, shu imoratda o'tirgan bitta odam bor. Agar u bilan munosabatingiz zo'r bo'lsa, qolganlar bilan bo'layotgan munosabatingizning ahamiyati yo'q. U bitta odam kim? Direktor. Agar direktor bilan muomalangiz zo'r bo'lsa, qolganlar bilan ishing bo'lmaydi. Chunki bir og'iz gapi bilan seni ishingni hal qilib qo'ya oladi. Oyligini ko'tarib qo'yadi yoki tushirib qo'ya oladi. Mansabni ko'tarib qo'yadi yoki tushirib qo'yadi. Yoki bo'lmasa umuman haydab oladi seni. Yoki seni joningga tegan, seni to'g'izgan odamni ham ishdan haydab oladi. Hamma muammoni mana shu imoratning ichida hal qiladigan direktor bilan muomalangiz zo'r bo'lgandan keyin, xo'jayin bilan muomalangiz zo'r bo'lgandan keyin qolganlarga e'tibor bermaysan. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan al-Malik Alloh taolo bilan zo'r bo'lsangiz, hayotdagi boshqa muammolarni unutib qo'ysangiz bo'laveradi. Chunki hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Shuning uchun birodarlar, Alloh bilan zo'r bo'laveraylik. Ob-havoda ham, narx-navoda ham, kursda ham, bu siyosatda ham ahamiyati yo'q. Alloh bilan zo'r bo'laylik. Oyatni qarang go'zalligini. Osmonlar va yer Allohnikidir. Osmonlar va yer Allohnikidir va hamma ishlar Allohning o'ziga qaytariladi. Hamma ish Allohning qo'lida. Sog'liging ham, puling ham, tinchliging ham, uying ham. Hammasi Allohning qo'lida. Shuning uchun va'buduhu va tawakkal alayh. Allohga ibodat qil va unga suyan. E'tibor bersangiz, ibodat qil va tavakkal qil degan so'zni, buyruqni
hamma ish meni qo'limda degandan keyin aytayapti. Ya'ni seni qalbingni xotirjam qilib qo'yapti. Banda, hammasi meni qo'limda. Sen ibodat qilib tavakkal qil. Alloh aytgandaqa yasha, shariat ramkasida yur. Allohga suyan, bu yog'i menga tashab qo'y deyapti. Ma'qulmi? Shuning uchun inson hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirib olsa, qolgan g'amlari hal bo'ladi. Inson yuzlarini rozi qilish uchun yuradi ko'chada. Ya'ni odamlarning yuzlarini rozi qilib, ularni xursand qilish uchun, rozi qilish uchun yuradi. Bunaqa 100 dan 1000 ta. Bitta yuzni rozilik uchun ishla, qolgan yuzlarni o'zi rozi qilib qo'yadi. Tushunarlimi? O'sha uchun har safar aytamiz, mana bu ikkita narsa tuzalsin. Nima edi bu? O'lchov tushuncha, hayot haqidagi tasavvur tuzalsin. O'ylamanglar, bir chamadon dollar topsam hayotim zo'r bo'lib ketadi deb. Birinchidan topmaysizlar. Ikkinchidan topsanglar ham zo'r bo'lmaydi. Hayotni zo'r bo'lishi, hayotni saodatli bo'lishi mana ikkita narsaga bog'liq. O'lchov tushunchangiz Alloh va payg'ambar aytgandaqa bo'ladi. Pulingiz bormi, yo'qmi, hayotingiz saodatli bo'laveradi. Chunki saodat bu rozilik. Hayotidan rozi bo'lgan odam baxtli bo'laveradi. Endi kim rozi bo'ladi hayotidan? O'lchov tushunchasi shar'iy bo'lgan odam. Ma'qulmi? E'tibor beradigan narsa, Alloh siz bilan bizni ibodat qilishlikka qachon buyurdi? Qalbimizni xotirjam qilib qo'yib turib, hamma narsa meni qo'limda, rizqing ham meni qo'limda, tinchliging ham, sog'liging ham meni qo'limda, ibodat qil, menga suyan dedi. Shuni tushunishlik kerak. Chunki aziz qiladigan ham, xor qiladigan ham o'zi. Boy qiladigan ham, kambag'al qiladigan ham o'zi. Ko'taradigan ham, tushiradigan ham o'zi. Shuning uchun sen banda la ilaha illallohni anglab, tushunib iymon keltirar ekansan, Allohga yuzlanishlikdan boshqa chorang qolmaydi. Musulmonlarda hozirgi kundagi eng katta muammosi ham shu. Allohga yuzlanishliklari zaif. Ularni tavhidlari zaiflashganidan keyin mana shu holatga tushib qolishdi. Tavhid mana shu. La ilaha illalloh. La ma'budu illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga ma'bud yo'q. Allohdan boshqa hech kim rizq bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim shifo bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim muammoni hal qila olmaydi. Mana shu e'tiqodimiz zaiflashib ketgandan keyin, birodarlar, hozirgi holatga tushib qoldik. Birov bir narsa va'da qilsa xursand bo'lib ketamiz. Birov ozgina qo'rqsa qo'rqib ketamiz. Mutloq al-Malik, podshoh Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Hamma narsani tasarrufi uni qo'lida, hamma narsa uni qo'lida va hamma narsaning oqibati ham uni qo'lida. Bu nima degani? Odam bolasi ham bir narsaga ega bo'lishi mumkin, lekin foydalana olmasligi mumkin. Qanday qilib? O'ziniki bo'lsa foydalana olmaydimi? Foydalana olmaydi. Masalan, muzlatib qo'yilgan bankdagi pulingiz. Sizning mulkingiz, lekin foydalana olmayapsiz. Bo'lar ekanmi? Yoki foydalanyapsiz, ammo sizning mulkingiz emas. Nima u? Nima u? Ijarasini to'lamasdan turgan kvartirangiz. Birovning uyi bekarga turaverdi, sizga berdi, qancha yashasang yashayver dedi, foydalanyapsiz, ammo nima emas? Sizning mulkingiz emas. Yoki oqibati sizning qo'lingizda bo'lmasligi mumkin. Bu aytgandek pul bor, foydalanyapsiz, bankda emas, cho'ntagingizda. Ham egasiz, ham foydalanyapsiz, lekin oqibati-chi? Oxiri nima bo'ladi bu pulda? Masalan, uyingiz bor. Ichida yashayapsiz. Ham egasiz, ham foydalanyapsiz. Ham egasiz, ham foyda olyapsiz. Endi hukumat bitta byuro chiqaradida, sizning uyingiz ustidan katta yo'l tushish kerak ekan. Bitta byuro chiqaradi, patsnos. Egasi bo'lib turib, foydalana olmasligi mumkin. Foydalanib turib, egasi bo'lmasligi mumkin. Ham egasi bo'lib turib, ham foydalanib turib, ishining oqibati qo'lida bo'lmasligi mumkin insonning. Ammo Alloh taolo esa ham ega, ham tasarruf qo'lida, ham oqibati o'zining qo'lida.
Al-Malik Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlardan behojatligi. Alloh taolo as-somad bo'lgan zot, behojat, hech kimga muhtoj emas, hech narsaga muhtoj emas, mutlaqo zamon bilan makonga muhtoj emas. Inson o'zini bor bo'lib turishida albatta Alloh taoloni qo'llashiga muhtoj bo'ladi. Alloh qo'llamay qo'ydi, inson o'ldi. Alloh qo'llovini oldi, banda o'ldi. O'lim nima edi? O'lim Allohning qo'llashini to'xtatib qo'yilishi. Alloh qo'llamay qo'ydi, banda o'ldi. Ilohiy madadning uzilishi o'lim bo'ladi. Bir inson bor edi, o'ldi, xabarga aylanib qoldi. Falon obro' egasi edi, o'ldi, qissa bo'lib qoldi. Shopir odam yukni solib, mashinani minib ketuvdi uzoq yurtlarga. Alloh taoloning madadi to'xtadi, o'sha mashinasida o'zi yuki bo'lib keldi. Odamlarning hammasi Alloh taoloning qabzasida. Odamlar Alloh taoloning hukmiga majburan, qahron bo'ysundirilgan. Miyasidagi bitta tomir uzilib ketdi, o'ldi. Tez haydab ketayotgan mashinasida shopir ko'zi 2 sekund uxlab qoldi, jarlikka qulab o'ldi. Nafasi qisilib qoldi, doktorgacha o'lib qoldi. Davlenasi ko'tarilib ketdi, tushirish olmasdan o'lib qoldi. Davlenasi tushib ketdi, ko'tarish olmadi, o'lib qoldi. Insonning o'limi Alloh uni qo'llamay qo'ygani. Odamlarning hammalari qahr bandalari, ya'ni majburan bo'ysundirilgan insonlar. Mana shu biz aytgan musibatlarga biz har qachon duch kelishimiz mumkin. Odamlarning hammasi qahr bandalari, majbur bo'ysungan. Lekin musulmonlar, birodarlar, ana shu qahran bo'ysunishigi bilan birga yana o'zini xohishi bilan bo'ysunishgan. Masalan, nafas olmayman deya olmaydi hech kim. Majbur bo'ysunishga o'lib qoladi. Men Suvtayda yashayman deb kirib keta olmaydi. Chunki majbur yer ustida yashashlikka. Bu majburiy bo'ysunishlik. Endi undan tashqari, birodarlar, ixtiyoriy bo'ysunishlik bilan bor, bu mo'minlarning bo'ysunishi bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan muhabbati bilan bo'ysunishadi. Shuning uchun ular shukr bandalari deyiladi. Qolganlar qahr bandalari. Bandalar ikki xil. Abdul qahr, abdul shukr. Shukr bandalari mo'minlar, qahr bandalari bu mo'minlardan boshqalar. Xolasa ham, xolamasa ham bo'ysunadi. Shukr bandasi bor, qahr bandasi bor. Qahr bandasi Alloh taoloning hukmiga qahran, majburan bo'ysunganlar. Endi shukr bandalari Alloh taoloning hukmlariga o'zlarining ixtiyori bilan, xohishi va muhabbati bilan bo'ysunganlar. Qahr bandalari qanaqa bo'ladi? Alloh taolo ularga nafas olasan deb qahr qildi, nafas oladi. Qorning ochadi, ovqat yeysan deb hukm qildi, qahron bo'ysungan. U suv tagiga kirib ketib yashayman deya olmaydi, o'lib qoladi. Majburiy tomondan bo'ysungan bandalar qahr bandalari. Ya'ni hamma qahr bandasi, musulmon ham, kofir ham. Ammo mo'min u shukr bandasi. O'zini ixtiyori bilan Allohga ibodat qiladi, o'zini ixtiyori bilan Alloh taologa bo'ysunadi. Alloh taolo o'zini bandalarini ibad deb chaqiradi Qur'onda. Qahr bilan bo'ysungan bandalarni abid deb chaqiradi. Astagfirullah. Va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Rahmonning suyukli bandalari ibad yerda tavozu bilan yuradi. Mo'min bandalarni Alloh ibad degan. Ammo umuman bandalarga xitob qilganda abid degan, qullar degan. Alloh taolo mana shu o'zining ibad suyukli bandalari bilan birga va huwa ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lsanglar ham u sizlar bilan birgadir. Bu umumiy birgalik Alloh taolo o'zining ilmi bilan birga. Al-Malik ismining ma'nolaridan. Al-Malik. Alloh taolo hamma narsadan behojat. Hech kim va hech narsaga muhtoj emas. Ammo hamma har narsada Alloh taologa muhtoj. Astagfirullah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
va tanziul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal xoyr. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen xohlagan bandangga mulkni ato qilasan, xohlagan bandangdan mulkni tortib olasan, istagan kishingni aziz qilasan, istagan kishingni xor qilasan. Hamma yaxshilik, bor yaxshilik seni qo'lingda. Albatta sen har narsaga qodirsan. Aziz qiladigan Alloh, xor qiladigan Alloh, boy qiladigan ham o'zi, kambag'al qiladigan ham o'zi. Mana shu oyatda biyadikal xoyr, yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki birodarlar, Alloh taolo bandaga taqdir qilgan ishda yomonlik bo'lmaydi. Alloh taolo bandaga yomonlikni taqdir qilmaydi. Banda o'zini fe'li atvori bilan, yurish-turishi bilan yomonlikni so'rab oladi. Mana mutloq yomonlik degan so'z bor. Bir yomonlikki hamma tomoni yomonlik. Bironta yaxshiligi yo'q. Mutloq yomonlik bo'lmaydi borliqda. Yomonlik nisbiy bo'ladi. Va mana shu nisbiy yomonlik mutloq yaxshilikni xizmatida bo'ladi. Alloh taoloning qo'lida yaxshilik. Alloh taolo yaxshilikni ato qiladi. Boylikni ato qilishi yaxshilik. Endi boyligini olib qo'ydi Alloh taolo. Shu ham banda uchun yaxshilik. Qaytaramiz. Alloh taolo bir bandaga dunyoni, boyligini bersa bu yaxshilik. Endi olib qo'ysa-chi? O'zini xohishi bilan. Bu ham yaxshilik. Insonni aziz bo'lishi yaxshilik. Gohida xor bo'lishi ham yaxshilik bo'ladi. Qanaqa qilib yaxshilik bo'ladi? Mana Alloh bir bandani xor qildi, mansabidan olib qo'ydi, boyligini olib qo'ydi, sog'ligini olib qo'ydi. Yomonlik. Bu yomonlik mutlaqmi? Yo'q, nisbiy. Bu siz aytayotgan yomonligini bir tomonni yomonligi bo'lsa, boshqa bir qancha tomoni yaxshiligi bo'ladi. Masalan, ana shu 20-asrning eng zo'r sportchisi deb tan olingan odam Muhammad Ali, bokschi. Umrining oxiriga borganda haligi qaltiroq kasalligiga uchragan. Ko'rgansizlar. Shu odam aytadi: "Hayotda menga yo'liqqan eng yaxshi narsa mana shu kasallik, mana shu dard bo'ldi" deydi. Jahon chempioni bo'lgan, mashhur bo'lgan, pul kelgan, obro' shuhrat kelgan, bu narsalarni yaxshilik demayapti. Menga hayotda duch kelgan eng katta yaxshilik mana shu kasallik bo'ldi deydi. Nima uchun? Rosa kuchga kirgan paytida, cho'qqiga chiqqan paytda men hammadan ulug'man degan edi. Agar shu kasallik bo'lmasa, men hammadan buyukman, ulug'man deb o'tib ketar ekanman. Eng buyuk bu Alloh taolo ekan. Mana shu kasallik menga xatoimni tushuntirdi. Shuning uchun men topgan eng katta yaxshilik mana shu kasallik deydi. Tushunarlimi? Qo'lingizdan dunyo ketib qoldi, siz ixtiyoringizdan tashqari. Siz bir ayb ish qilganingiz yo'q, noto'g'ri bir ishga kirishganingiz yo'q, yo'q bo'lib qoldi xullas. Kelayotgan yukingiz cho'kib ketdi dengizga. Kelayotgan molingizga o't ketib yo'q bo'lib ketdi. Sizni ixtiyoringizdan tashqari, sizni aralashuvingiz yo'q bo'lib ketdi. Alloh tomonidan taqdir qilindi shu narsa. Shu narsa sizga yaxshilik. Shuni tushuning. Ishingiz yurishmayapti. Yomonlik bu. Harakatni qilyapsiz, sababni qilyapsiz, ihsonni qilyapsiz, namozni o'qiyapsiz, duoda olyapsiz, ish yurishmayapti. Yomonlikmi bu? Bir qaraganda yomonlik, lekin bir tomoni yomonlik-da. Bir qancha yaxshiliklar bo'lishi mumkin buning orqasida, birodarlar. Shuning uchun biyadikal xoyr, yaxshilik faqat seni qo'lingda. Biyadika shar, yomonlik seni qo'lingda deyilmaydi. Shuning uchun Alloh taoloning sifatlaridan, ismlaridan dor, zarar beruvchi. Zarar beruvchi. Lekin Alloh taoloning zarar beruvchi deb bo'lmaydi. Yolg'iz o'zini aytib bo'lmaydi bu ismda. Yonboshiga dorun nofi deyiladi. Alloh taolo zarar beruvchi va foyda beruvchi. Birga aytish kerak. Alloh taoloning ismlaridan al-mudil, xor qiluvchi. Shu ismni o'zini yolg'iz aytib bo'lmaydi. Balki nima deyiladi? Allohu mudillun muizzun deyilish kerak. Qo'shib aytilish kerak. Alloh xor qiluvchi va aziz qiluvchi. Zarar beruvchi, foyda beruvchi, xor qiluvchi, aziz qiluvchi. Yaxshilik kimning qo'lida ekan? Alloh taoloning qo'lida ekan. Asarlarda keltiriladi,
Inna hadahi dunya darul iltiwa la darul istiva. Albatta bu dunyo tekislik emas, egrilik dunyosi. Ya'ni bu dunyo hech kimga doim tekis bo'lavermaydi. Bir tekis bo'ladi, bir qiyshayadi, bir chuqur bo'ladi, bir tekis bo'ladi. Alloh taolo shunday bo'lishini xohladi. Albatta bunda hikmat bor. Va daru tarahin va la daru farahin. Dunyo bilgan kimsa uchun qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Chunki dunyoga nimaga kelganligini inson bilsa, qiyomatda hisob-kitob borligini bilsa, dunyoda qayg'u bilan yashaydi. Imtihondan o'ta olarmikinman? Qilayotgan amallarim to'g'ri bo'larmikin? Chunki o'lim, birodarlar, hamma narsani ketkizadi. Boylikni ketkizadi, mansabni ketkizadi, chiroyni ketkizadi. Kim buni anglagan bo'lsa, kengchiligi uchun xursand bo'lmaydi, shiddati uchun mahzun bo'lmaydi. Ogoh bo'linglar, albatta Alloh dunyoni imtihon hovlisi qilib yaratgan. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Dunyo balolarini oxiratning atolariga sabab qildi. Oxirat atolarini dunyo balolariga evaz qildi. Bas ato qilish uchun avval olib qo'yadi, mukofotlash uchun avval balolaydi. Dunyoda chekayotgan mashaqqat mehnatlarning mukofoti bor. Dunyoda berayotgan xayr ehsoningiz, qilayotgan ibodatingiz mukofoti bor. Chunki bu dunyo, birodarlar, sinov, imtihon uchun unga kelganmiz siz bilan biz. Gohida ato qilgani aslida man qilib qo'ygani bo'ladi. Berdi, o'zi aslida olib qo'ygani bo'ladi bu. Ba'zida bermagani, man qilgani, bergani bo'lib qoladi. Qanaqa qilib? Masalan, Musa alayhisalom qissasini qarang. Musa alayhisalom qissasini qarang. Kemani teshib qo'ydi. Haligi bir yosh bolani o'ldirib qo'ydi. Kemasi teshildi, mahrum bo'ldi, unga yomonlik yetdi. Bir qaraganda, boyaga o'lgan bolani ota-onasi bolasidan mahrum bo'ldi, yomonligi oldi, olib qo'ydi. Lekin hikmatini keyin aytdi Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga, nimaga bunday qildi? Bu kema o narigi sohilga yetib borganida, shu sohilning podshohi kemalarni hammasini nima qilib qo'yatdi, tortib hibs qilib qo'yatdi. Endi bu kema teshik kema bo'lib boruvdi. U musodara qiladiganlar kelib turib, teshik kema ekan deb qoldirib qo'ydi. Ana teshildi, yomon bo'ldi, zarar bo'ldi dedi, man qildi Alloh dedi. Oxiri nima bo'ldi? Foyda bo'ldimi? Haligi bolani nimaga o'ldirgan edi? Keyin Musa alayhisalomga aytdi Xizr alayhisalom. Bu bola katta bo'lganda kufr ma'siyatga kirib ketar edi, ota-onasini ham kofir bo'lib ketishiga sabab bo'lardi. O'shuning uchun o'lgani ota-ona uchun yaxshilik bo'ldi. Alloh undan ko'ra solihroq farzand bu ota-onaga berdi. Shuning uchun birodar, ba'zida bergani, olib qo'ygani, ba'zida olib qo'ygani, bergani bo'lib qolar ekan. Firavn dunyoning eng katta podshohlaridan bo'lgan. Unga berilgan mulk haqiqiy ato bo'ldimi? Unga bergani, olib qo'ygani bo'lmadimi? Dunyo qo'liga keldi, kofir bo'ldi. Demak, u dunyoda olishligi o'zi asli yutish emas, nima bo'ldi? Yutkizish bo'ldi. Agar banda Robbisini tanisa, dinidan, shariatdan xabardor bo'ladigan bo'lsa, mo'min bo'ladigan bo'lsa, uning ustiga kelayotgan musibatlar yomonlik emas, aslida foyda ekanligini tushunib yetadi. So'radingiz, bermadi. Qiyomatga borganda nima uchun bermaganligini, hikmatini Alloh bildirganida sizga, yaxshi ham bermagan ekan, manaqa bo'lib ketardim ekan degan narsani tushunganingizda qalbingiz shukurdan erib ketadi. Demak, ba'zida bergani man qilgani bo'lib qolar ekan, man qilgani asli nima bo'lar ekan? Ato qilgani bo'lar ekan. Mana ko'ringda, mo'min odamning ustiga kelayotgan musibatlar uni gunohlardan tozalaydi. Agar xatolar ko'payib ketgan bo'lsa. Agar unaqa xatolar ko'p bo'lmasdan to'g'ri taqvoda yurgan bo'lsa ham musibat kelgan bo'lsa-chi, unda Alloh uni darajasini ko'taryapti ekan. Ikkala holatda ham musulmon yutyaptimi? Ikkala holatda ham musulmon yutyaptimi? Gunohingiz ko'payib ketgan bo'lsa, bu kelgan musibat gunohingizni yuvayapti. Agar hamma yoqingiz yaxshi bo'lib turib ham musibat kelgan bo'lsa, darajangizni ko'taryapti.
Bu kimga berilgan faqat? Avvalgi darslarimizda aytganmiz. Tuxumdek keladigan ko'mir necha pul bo'ladi? 100 gram bo'lsin 5 so'm bo'ladi. Tuxumdek keladigan ko'mir 5 so'm bo'ladi. Endi tuxumdek keladigan brilliantchi. O'sha turibdi, Topqopiga borsanglar turibdi. Tuxumdek keladigan almas brilliant 150 million dollar oladi. Lekin ikkalasi ham ko'mir asli. Boyagi biz aytayotgan tuxumdek ko'mir yerni bir yuzlagan metr pastida turib, uzoq yillar bosim, siqu, mashaqqat ostida turar ekanda ko'mir brilliantga aylanib ketadi. Demak, mo'min ustiga kelayotgan sinovlar, mashaqqatlar uni ko'mirlikdan brilliantlikka olib chiqadi. Agar mo'min bo'lsa, rozi bo'lsa, shukr keltirsa. Alloh taolo mo'min bandasiga taqdiriga yozgan yomonlik o'zi asli yaxshilik bo'ladi. Agar buni tushunib yetsa. Inson ma'siyatga botib turgan bo'lsa ham, ishlari zo'r bo'layotgan bo'lsa, ustiga bironta bir yoqmaydigan ish kelmayotgan bo'lsa, bu xatarli holat, bu yomonlikning alomati. Alloh seni o'zingning holingga tashab qo'yibdi, birodar. Chunki Alloh mo'min bandasini yaxshi ko'radi. Undan xatolar ko'payib ketsa, gunohlar bir ko'payib ketsa, tavba qilmasa, haqqa qaytmasa bitta musibatni beradi-da, shu bilan o'ziga qaytarib qo'yadi. Gunohlarni yuvib tashlaydi. Ammo qilgan xatolaring uchun sinovlar, qiyinchiliklar kelayotgan bo'lsa, bu Alloh seni esdan chiqarib qo'ymaganligini belgisi. Yetishmovchiliging bor, qarzing bor, kasaling bor. Demak, Alloh deyishlikka sabab ham bor-da. To'g'rimi? Inson qachon Alloh deydi? O'sha bir muammoga kirsa-da. Endi muammoga kirmasa-chi? Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhudan u kishi aytadi: "Ya Rasululloh, ayyun nasi ashaddul bala'an?" Ya Rasululloh, qaysi odamlar shiddatli sinovlarga duch bo'ladilar? Qanaqa odamlarga qattiq sinov keladi? Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu." Odamlarning eng shiddatli sinovga duchor bo'ladiganlari payg'ambarlar, anbiyolar. So'ngra shunga o'xshab ketaveradi. Kishi dindorligi hajmiga qarab sinaladi. Agar dinida salobatli bo'lsa, unga sinov ham ziyoda bo'ladi. Agar uning dinida yengillik bo'lsa, salobati bo'lmasa, dindorligi hajmiga qarab sinaladi. Ustida bironta ham xato qolmaydigan holatga yetgunicha bandaning boshiga balolar kelaveradi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ustimizga kelayotgan sinovlarga qarab turib, o'zimizni qanaqa odam ekanligimizni, taqvoda, iymonda qaysi darajada ekanligimizni bilsak bo'ladi. Mo'min bandaning Al-Malik ismi bilan aloqasi. Banda uchun haqiqiy podshohlik, egalik shahvat o'rnida o'zini tuta olishi, o'ziga ega bo'la olishi, o'zini tiya olishi. Inson qachon o'ziga podshoh bo'ladi? Mana shunday bir holatlarda o'zini jilovlay olgan odam. Alloh azza va jalla Yusuf alayhisalomga mulk ato qildi. Bu qanaqa mulk edi? Bu qanaqa podshohlik edi? Mulk deganda bizda odamlar shu podshohlikni, mansabdorligini tushunadi, egalikni. Masalan, davlat prezidenti. Bu mulk, podshohlik, egalik. Ministr. Bunaqalar ko'p bo'lgan tarixda. Bunaqa mansabdorlar, bunaqa mulk egalari fojir ham bo'lgan, fosiq ham bo'lgan, kofir ham bo'lgan, zolim ham bo'lgan, musulmon ham bo'lgan. Ana shu kofirni qo'lidagi, ana shu zolimning qo'lidagi mulk mansab Alloh taoloning ularga bergan atosi deyiladimi? Yo'q. Haqiqiy mulk, haqiqiy ato, birodarlar, inson o'zini nafsini tiya olishligi. O'zingni nafsini jilovlay olasanmi? Mana shu narsa haqiqiy maliklik, podshohlik egaligini belgisi. Ulamolar aytadi, haqiqiy ato o'zingni gunohdan tiya olishligi deyshadi. Masalan, nasl nasabli, badavlor, go'zal ayol zinoga o'zi taklif qilib tursa, sizdan faqat roziliklar bo'lib turibdi, hamma shart sharoit muhayyo, o'zingizni tiya oladigan bo'lsangiz, mana shu haqiqiy mulk egaligi deyiladi. Demak, o'zingga molik bo'lishing, o'zingga ega bo'lishing. Yusuf alayhisalomga shu mulkni bergan edi. Vazirning ayoli ichkarida xonasiga olib kirib, 7 qavat eshikni yopib, ikkalasi yolg'iz qolgan holatda haytalak dedi. Zinoga taklif qildi. Yusuf alayhisalom qul edi bu uyda.
Bu ayol uni sayyidasi edi, xo'jayini edi. Nima dedi? Ma'azalloh, Alloh saqlasin dedi. Bu qanaqa egalik, ha? Haqiqiy o'ziga ega bo'lgan odamgina o'zini tiyib ma'azalloh deya oladi. Kimdir bu narsani fursat, g'animat deb biladi. Ana shu o'zini nafsini tiyganligi, o'ziga ega bo'lganligi uchun mukofot qanaqa bo'ldi? Misrning vaziri bo'ldimi? Demak, qaysi odam haqiqiy ega podshoh ekan? O'zini nafsiga ega bo'lgan odam. Boshqara olgan, o'zini nafsiga egalik qila olgan inson. O'zini nafsini jilovlay olishlik, o'ziga ega bo'lishlik. Birodarlar, salbchilar Quddusni egallashganida 10 minglagan odamlarni, tinch aholini qonini oqizishdi. O'zlarini nafslarini jilovlay olishmadi. Britaniyalik ulug' bir mutafakkirlardan biri aytgan edi. Butun olamga ega bo'ldik, ammo o'zimizni nafslarimizga ega bo'la olmadik. Haqiqatan qaraydigan bo'lsangiz, ana shu moddiy hayoti zo'r bo'lgan g'arbda o'zlarini nafslarini jilovlay olmasdan nafsni ko'yiga kirib nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar. Erkak ayolga aylanyapti, ayol erkakka aylanyapti, erkak erkakka nikohlanyapti, ayol ayolga nikohlanyapti. Tushunyapsizmi nima degani? O'shuning uchun aytayapti-da, dunyoga ega bo'ldik, dunyoda boshqardik, ammo o'zimizni nafsimizni boshqara olmadik. Endi Quddus-i Sharifni Salohiddin Ayyubiy salibchilardan ozod qilganda ular qilgan ishni qilmadi. Nasroniy yahudiylarni qatl qilgani yo'q. Ularga omonlik berdi. Albatta bu holat musulmon odam o'zining nafsiga ega ekanligi, nafs xohish isteklarini jilovlab olganligini dalili. Salibchilar minglagan odamlarni qonini oqizdi, tinch aholi, yahudiyni ham o'ldirishdi, musulmonni ham o'ldirishdi. Ammo musulmonlar egallaganida ular qilgan bu ishni qilmadi, chunki ular o'zlarining nafslariga ega insonlar edi. Demak, mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi o'zining nafsiga egaligi, nafsini jilovlay olishligi, hissiyotlariga, o'zini xohish isteklariga berilib ketmasligi. Alloh taoloning Al-Malik ismidan oladigan ulushlardan bittasi mana shu bo'ladi. O'zingga o'zing egamisan? Men o'zimga javob bera olmayman-chi, oma. Bora shunaqa. Men oldimda bunaqa qilmanglar, o'zimni tuta olmay qolaman. Demak sen zaif ekansan. Iymon bu ilmiy martaba, axloqiy martaba va go'zallik martabasi. Hozirda ko'pchilik odamlar mo'min degan kalimaga e'tibor qilishmaydi. Masalan, bir odam doktor Ahmad deb chaqiriladi. Demak, Ahmad ismli inson doktor degan unvoni bor. Ana shu unvonga yetishlik uchun bu odam juda ko'p mehnat qilgan. Katta bir ilmiy yo'lni bosib o'tgan. Juda ko'p kitob o'qigan. Qancha imtihondan, sinovdan o'tgan. Mana shu ishlardan keyin unga doktor degan unvon berildi. Birodarlar, biz mo'min degan so'zga bir e'tibor berishimiz kerak. Bu juda katta martaba, juda katta unvon. Iymon axloqiy martaba dedik. Bu nima degani? Masalan, Abdurahmon mo'min deyildi. Endi chinakam mo'minmi? Agar chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsa, uni axloqi albatta go'zal bo'ladi. Qaytarib aytamiz, iymon bu go'zal axloq deyiladi. Ro'parangda turgan mo'min birodaringni axloqi senikidan ko'ra go'zalroq ekanmi? Demak, uning iymoni ham seni iymoningdan go'zalroq ekan. Agar Ahmad yoki Abdurahmon mo'min deyilsa, chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy mo'min kishi yolg'onchi bo'lmaydi, xiyonatkor bo'lmaydi, munofiq bo'lmaydi. Va'dasida turadi, ahdiga vafo qiladi, birodar haqqiga tajovuz qilmaydi, jamiyatga foydali inson bo'ladi. Haqiqiy chinakam mo'min jamiyatga foydali inson bo'ladi. U foydasi puli bilan tegyaptimi? Ilmi bilanmi? Mehnati bilanmi? Odamlarga, jamiyatga foydalimi? Demak, mana shu odam mo'min bo'ladi. Iymon ilmiy martaba deyildi. Bu nima degani? Mo'min kishi bu dunyodagi eng katta ilmni topdi. Eng katta haqiqatga erishdi. Bu qanaqa haqiqat, qanaqa ilm edi? Bu haqiqat koinotni nima ekanligini anglab yetdi. Allohni tanidi.
hayot nima, o'lim nima buni tushundi. Demak, iymon bu ilmiy martaba. Iymon go'zallik martabasi deyildi. Bu nima degani? Dunyodagi haqiqiy baxtli inson bu mo'min inson. Boshqacha qilib aytsak, bu dunyoda haqiqiy baxtli inson faqatgina mo'min kishi. Biz g'arbdan, sharqdan kelgan tushunchalarga qarab, internetdan, televizordan, boshqa bir ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan ma'lumotlarga qarab turib, eng baxtli insonni moddiy hayoti zo'r bo'lgan inson deb tasavvur qilyapmiz. Ko'chalar tekis, oilalar katta, turmush tarzi zo'r, mashinalari yangi, falon mamlakat. Agar shu moddiy tomoniga qarab turib insonlarni baxtli deyotgan bo'lsak, demak bizning islomiy tasavvurimiz to'g'ri emas. Faqat haqiqiy mo'min insongina baxtli bo'ladi. Qaytaramiz. Faqatgina chinakam mo'min insongina baxtli bo'ladi. Chunki u hayotidan rozi. Baxt nima edi? Baxt bu rozilik. O'sha biz aytayotgan dunyoviy hayoti zo'r bo'lgan insonlar qalbida roziligi yo'qmi? Demak, baxtsiz u inson. Mo'min Allohni taniydi. Eng katta haqiqatni anglab yetgan. O'lim nimaligini, hayot nimaligini biladi. O'limdan keyin nima borligini biladi. Hayotidan rozi. Iymon bu ilmiy martaba, iymon bu axloqiy martaba, iymon bu go'zallik martabasi. Demak, men mo'minman degan paytimizda shu narsalar bizda bormi yo'qmi qarab qo'yaylik. Mo'min odam boshqalardan ajrab turadi. Boshqalar ko'rmagan narsani ko'radi. Mo'min hayotga hikmat nazari bilan qaraydi. Mo'min bu borlig'ini haqiqatini tushunib yetgan. Mo'min o'zini bu dunyodagi vazifasini yaxshi biladi. Mo'minning g'ami ulug' bo'ladi, risolati buyuk bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir qora ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidini supurib tozalab turar edi. Ko'rimsiz, bunaqa bir hech kim bir e'tibor bermaydigan bir qora ayol. Birdaniga yo'qolib qoldi haligi ayol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan u ayol haqida so'raganlarida aytishdiki, vafot etdi tunda, olib borib dafn qilib qo'ydik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam afala kuntum adantumuni, ha meni chaqirmabsizlar-da dedilar. Endi sahobalar bu ko'rimsiz bo'lgan, oddiy bo'lgan bu qora ayolni janozasiga payg'ambarimizni bezovta qilishni xohlashmadi. Mana shu ishni mayda sanashdi. Payg'ambarimiz bu narsani eshitib turib, dulluni ala qabriha. Qabriga meni olib boringlar dedilar. Olib borishdi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam janoza o'qidilar. Ko'ring, musulmonlar bu narsani yengil qarashdi. Unaqa arzimagan narsa deyishdi, lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu ishni ulug' ish ekanligini siz bilan bizga ta'limini beryaptilar. Masjidni supurishlik hech kimni ko'ziga ko'rinmaydigan, e'tiborga ilinmaydigan ish. Lekin mo'min odam buni ulug' ish ekanligini ko'radi. O'zini shahvati uchun, havoyi nafsi uchun yashayotgan inson faqir, kambag'al, zaif, muhtojlarni ko'rmaydi. Ularga e'tibor qilmaydi. Bunaqa insonlar Allohdan uzoq insonlar deyiladi. Mo'min bunaqa bo'lmaydi. Aytdik hozir. Mo'min boshqalar ko'rmagan narsani ko'radi. Chuqur fahmi bor, kuchli idroki bor, ulkan qalbi bor. Bunaqa qalb egasi kibr qilmaydi. Aytgan so'zlari qalbdan bo'ladi. Bunaqa musulmon odamning holati dunyodagi eng katta mushkulalardan ko'ra kattaroq bo'ladi. Ya'ni bunaqa e'tiqodlik, bunaqa tasavvurlik mo'minning ko'zida dunyoning eng katta muammolari ham arzimagan narsa bo'lib ko'rinadi. Masalan, yurib ketyapti, mashinangizni bir diskasi qiyshayib ketdi, chuqurga tushib. yoki bir akalim chizib qo'yib ketdi. Siqilib, bo'g'ilib tutqalog'imiz tutib qo'ygan. Endi-chi, ha bo'pti deb qo'yapsizmi? Demak, yuksaldingiz. Yutkizib qo'ydingiz bugun, xullas. Bugun 1 soat futbolni bir marta ham yutmadingiz. Nima qilasiz? Sheriklar bilan urushib o'ynaysiz. Demak, ancha past ekansiz siz.
Ha, bir kattaroq bir molini bir qismidan ajralib qoldi, konfiskatsiya bo'ldi, dengizga cho'kib ketdi, infarkt bo'lib qoladi, insult bo'lib qoladi. Vaholanki yana u boyligini yarmi turibdi. Ha, domla 500 ming chakana pulmi? Qazakan pul emas. Boshing omonmi? Aql hushing joyida turibdimi? Tikka turib yuribsanmi? Yeganing kirib chiqib turibdimi? Ha, Alloh beruvdi. Alloh oldi. Berganda sinagan edi. Berib sinaganda yaxshi o'tdi imtihondan. Endi olib sinaganda-chi? Tushunarli birodarlar? Haqiqiy mo'min ko'zida bu dunyoning katta muammolari ham mayda muammo bo'lib ko'rinadi. U uchun eng katta musibat dinidagi musibat. Fala taj'al musibatana fi dinina. Musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagin. Ya'ni dinimizda musibatga uchramaylik. Bunaqa odamlar ozgina iqtisodiy qiyinchilikka tushib qolsa, tushkunlikka tushib ketadi. Bunaqa odamlar o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni qarzga bo'lsa ham olib ega bo'lmoqchi bo'ladi. Bunaqa odamlar cho'ntagida pul yo'q, bankdan kreditga pul olib to'y qiladi restoranda. Bormi? Muhimi to'y zo'r o'tsin. 4 ta 5 ta artist kelib unga bir xizmat qilib beradi, katta pulni to'laydi, xursand. Keyin nima bo'ladi? Teshik tog'larning oldida o'tiradi. Keyin kreditni yopa olmasdan Rossiyaga ketadi. Haqiqiy mo'minning ko'zida bu dunyoning eng katta mushkulasi ham mayda bo'lib ko'rinadi. Chunki qalbi kuchli, irodasi mustahkam, himmati oliy bo'ladi. Mo'minning maqsadi oliy bo'ladi. Shuning uchun uni maqsadlariga yetishlik yo'lida unga uchraydigan narsalar hech narsa emas. Oldiga qo'ygan maqsadi oliy va ana shu oliy maqsadga yetishlik uchun mehnatni ham oliysini qilish kerak. Musulmonni bu dunyodagi ehtiyojlaridan ko'ra maqsadi oliyroq bo'ladi. Odamlarni ko'rasiz, maqsadi uy, maqsadi uylanib olish, maqsadi kattaroq pul, bor maqsadi shu. Bunaqalar o'sha narsaga erishgandan keyin hayoti zerikarli bo'lib qoladi. Chunki boshqa maqsad qolmadi-da. Haqiqiy mo'min bunaqa bo'lmaydi. Ummatning g'ami bilan yashaydi. Xalqning g'ami bilan yashaydi. Uni maqsadlari hojatlaridan oliyroq bo'ladi. Chunki uni hayotda ko'zlagan maqsadi va zimmasida vazifasi bor. Shuning uchun insonning yuksalishi, birodarlar, oliy martabada bo'lishi uni maqsadlariga qarab belgilanadi. Qaysi odam haqiqiy podshoh? Qaysi odam haqiqiy ega? O'zini nafsiga ega bo'lgan, o'zini nafsini boshqara olgan inson. O'ziga ega bo'lgan inson haqiqiy podshoh deyiladi, birodarlar. Chunki g'azablanib turgan paytda, shahvatlar fitnaga chaqirib turganda inson o'zini jilovlay olsa, demak mana shu odam haqiqiy malik, o'ziga podshoh bo'lgan, o'ziga ega bo'lgan inson bo'ladi. Bunaqa o'rinda hamma ham o'zini tuta olmaydi, birodarlar. Taloq degan so'z ham jahlda chiqadi. Birov bilan urushib qolib, nojo'ya so'zlar ham shu paytda chiqadi. Mashaqqatli kunlar bo'ladi, sinovli qiyin kunlar bo'ladi. Mana shunday holatlarda ham shariatni doirasidan chiqmagan inson haqiqiy podshoh, haqiqiy ega inson bo'ladi. Inson ustiga mashaqqatlar keladi. Albatta buni ortida hikmat bor. Bandani ustiga kelgan mashaqqatda albatta hikmat bor. Bu hikmatni nima ekanligini Alloh taoloning o'zi biladi. Mo'min kishining ustiga kelgan mashaqqatli narsa ikkita narsa sababli bo'ladi. Ya'ni ikki xil mashaqqat, ikki xil qiyinchilik bo'ladi. Birinchisi, qilgan gunohlari sababli ustiga musibat keladi. Gunoh ko'payib ketdi, tavba qilmay qo'ydi, bir baloni berdi, bir musibatni, bir kasallikni berdi-da, shu bilan shu gunohlarni Alloh taolo yuvib tashlaydi. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant. Hamma yo'g'i tekis, istig'for tavbasi o'rnida, xayr ihsoni o'rnida, gunoh maslahatlardan qo'lidan kelganicha ehtiyot bo'lyapti, lekin shunda ham bir mashaqqat keldi. Bu nima deyiladi? Birinchi holatda gunohlarni yuvilishi uchun keldi bo'yiga sinov mashaqqatlar. Ikkinchi holatda darajasini ko'tarishligi uchun. Agar inson mana shunday bir qiyinchilikda o'ziga ega bo'lib, sabr qilib, shariatda sobit tura oladigan bo'lsa, Alloh taolo uni yuksaltirish uchun bergan bo'ladi musibatni. O'zini nafsini jilovlay olishlik, o'ziga ega bo'lishlik.
Birodarlar, salbchilar Quddusni egallashganida 10 minglagan odamlarni, tinch aholini qonini oqizishdi. O'zlarini nafslarini jilovlay olishmadi. Britaniyalik ulug' bir mutafakkirlardan biri aytgan edi. Butun olamga ega bo'ldik, ammo o'zimizni nafslarimizga ega bo'la olmadik. Ya'ni butun olamni boshqaryapmiz kuchimiz bilan, siyosatimiz bilan, quvvatimiz bilan. Ammo o'zimizni nafsimizni boshqarishlikka quvvatimiz yetmadi. Haqiqatan qaraydigan bo'lsangiz, ana shu moddiy hayot zo'r bo'lgan g'arbda o'zlarini nafslarini jilovlay olmasdan nafsni ko'yiga kirib nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar. Erkakga ayolga aylanyapti, ayol erkakka aylanyapti, erkak erkakga nikohlanyapti, ayol ayolga nikohlanyapti. Tushunyapsizmi nima degani? O'shuning uchun aytayapti-da, dunyoga ega bo'ldik, dunyoda boshqardik, ammo o'zimizni nafsimizni boshqara olmadik. Endi Quddus-i Sharifni Salohiddin Ayyubiy salibchilardan ozod qilganda ular qilgan ishni qilmadi. Nasroniy yahudiylarni qatl qilgani yo'q. Ularga omonlik berdi. Albatta bu holat musulmon odam o'zining nafsiga ega ekanligi, nafs xohish isteklarini jilovlab olganligini dalili. Salibchilar minglagan odamlarni qonini oqizdi, tinch aholi, yahudiyni ham o'ldirishdi, musulmonni ham o'ldirishdi. Ammo musulmonlar egallaganida ular qilgan bu ishni qilmadi, chunki ular o'zlarining nafslariga ega insonlar edi. Demak, mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi o'zining nafsiga egaligi, nafsini jilovlay olishligi, hissiyotlariga, o'zini xohish isteklariga berilib ketmasligi. Demak, mo'min kishi podshoh ekan. O'zini nafsiga ega ekan. Alloh taoloning Al-Malik ismidan oladigan ulushlardan bittasi mana shu bo'ladi. O'zingga o'zing egamisan? Iymon bu ilmiy martaba, axloqiy martaba va go'zallik martabasi. Hozirda ko'pchilik odamlar mo'min degan kalimaga e'tibor qilishmaydi. Masalan, bir odam doktor Ahmad deb chaqiriladi. Demak, Ahmad ismli inson doktor degan unvoni bor. Ana shu unvonga yetishlik uchun bu odam juda ko'p mehnat qilgan. Katta bir ilmiy yo'lni bosib o'tgan. Juda ko'p kitob o'qigan. Qancha imtihondan, sinovdan o'tgan. Mana shu ishlardan keyin unga doktor degan unvon berildi. Birodarlar, biz mo'min degan so'zga bir e'tibor berishimiz kerak. Bu juda katta martaba, juda katta unvon. Misol uchun aytamiz. Masalan, Abdurahmon mo'min deyildi. Endi chinakam mo'minmi? Agar chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsa, uni axloqi albatta go'zal bo'ladi. Qaytarib aytamiz, iymon bu go'zal axloq deyiladi. Ro'parangda turgan mo'min birodaringni axloqi senikidan ko'ra go'zalroq ekanmi? Demak, uning iymoni ham seni iymoningdan go'zalroq ekan. Agar Ahmad yoki Abdurahmon mo'min deyilsa, chinakam mo'min bo'ladigan bo'lsa, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy mo'min kishi yolg'onchi bo'lmaydi. Xiyonatkor bo'lmaydi, munofiq bo'lmaydi. Va'dasida turadi, ahdiga vafo qiladi, birodar haqqiga tajovuz qilmaydi, jamiyatga foydali inson bo'ladi. Haqiqiy chinakam mo'min jamiyatga foydali inson bo'ladi. U foydasi puli bilan tegyaptimi? Ilmi bilanmi, mehnati bilanmi? Odamlarga, jamiyatga foydalimi? Demak, mana shu odam mo'min bo'ladi. Iymon ilmiy martaba deyildi. Bu nima degani? Mo'min kishi bu dunyodagi eng katta ilmni topdi. Eng katta haqiqatga erishdi. Bu nima edi? Bu qanaqa haqiqat, qanaqa ilm edi? Bu haqiqat koinotni nima ekanligini anglab yetdi. Allohni tanidi. Hayot nima, o'lim nima, buni tushundi. Demak, iymon bu ilmiy martaba. Iymon go'zallik martabasi deyildi. Bu nima degani? Dunyodagi haqiqiy baxtli inson bu mo'min inson. Boshqacha qilib aytsak, bu dunyoda haqiqiy baxtli inson faqatgina mo'min kishi. Biz g'arbdan, sharqdan kelgan tushunchalarga qarab, internetdan, televizordan, boshqa bir ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan ma'lumotlarga qarab turib, eng baxtli insonni
moddiy hayoti zo'r bo'lgan inson deb tasavvur qilyapmiz. Ko'chalar tekis, oyliklar katta, turmush tarzi zo'r, mashinalari yangi, falon mamlakat. Agar shu moddiy tomoniga qarab turib insonlarni baxtli deyotgan bo'lsak, demak bizning islomiy tasavvurimiz to'g'ri emas. Faqat haqiqiy mo'min insongina baxtli bo'ladi. Qaytaramiz. Faqatgina chinakam mo'min insongina baxtli bo'ladi. Chunki u hayotidan rozi. Baxt nima edi? Baxt bu rozilik. O'sha biz aytayotgan dunyoviy hayoti zo'r bo'lgan insonlar qalbida roziligi yo'qmi? Demak, baxtsiz u inson. Bir og'aynimiz aytgan edi, bir 20 yil burun. O'zi usta edi manaqa, mashina remont qiladigan. O'sha atyorkasini ombirini olib chiqadi, 4 ta 5 ta mashina keladi, remont qiladi, 5-6 so'm topadi, kirib ketadi. Jamg'armasi yo'q, seyfi yo'q. Yo'q. Kunligini topadi, yashaydi. O'sha paytda deydi, 10 ming dollarim bo'lsa yetadi, derada mashina deydi. U uchun baxt 10 ming dollar ekan. Keyin mashina savdosiga o'tib ketdi u birodarimiz. Bo'ldi. Keyin 10 ming dollar topdim deydi. Yetdimi desam yo'q deydi. Ha, u yoqni bilasizlar endi. U yoqni gapirmay qo'yavering. 10 ming bo'lgandan keyin 100 ming deydi, 100 ming bo'lgandan million deydi. Demak, bu odam agar shunaqa fikr bilan yashaydigan bo'lsa, hech qachon baxtli bo'lmaydi. Mo'min Allohni taniydi. Eng katta haqiqatni anglab yetgan. O'lim nimaligini, hayot nimaligini biladi. O'limdan keyin nima borligini biladi. Hayotidan rozi. Iymon bu ilmiy martaba, iymon bu axloqiy martaba, iymon bu go'zallik martabasi. Demak, men mo'minman degan paytimizda shu narsalar bizda bormi yo'qmi qarab qo'yaylik. Mo'min odam boshqalardan ajrab turadi. Boshqalar ko'rmagan narsani ko'radi. Mo'min hayotga hikmat nazari bilan qaraydi. Mo'min bu borliqni haqiqatini tushunib yetgan. Mo'min o'zini bu dunyodagi vazifasini yaxshi biladi. Mo'minning g'ami ulug' bo'ladi, risolati buyuk bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir qora ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidini supurib tozalab turar edi. Ko'rimsiz, bir hech kim bir e'tibor bermaydigan bir qora ayol. Birdaniga yo'q bo'lib qoldi haligi ayol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan u ayol haqida so'raganlarida aytishdiki, vafot etdi tunda, olib borib dafn qilib qo'ydik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam afala kuntum adantumuni, ha meni chaqirmabsizlar-da dedilar. Endi sahobalar bu qanaqa ko'rimsiz bo'lgan, oddiy bo'lgan bu qora ayolni janozasiga payg'ambarimizni bezovta qilishni xohlashmadi. Mana shu ishni mayda sanashdi. Payg'ambarimiz bu narsani eshitib turib, dulluni ala qabriha. Qabriga meni olib boringlar dedilar. Olib borishdi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam janoza o'qidilar. Ko'ring, musulmonlar bu narsani yengil qarashdi. Unaqa arzimagan narsa deyishdi, lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu ishni ulug' ish ekanligini siz bilan bizga ta'limini beryaptilar. Masjidni supurishlik hech kimning ko'ziga ko'rinmaydigan, e'tiborga ilinmaydigan ish. Lekin mo'min odam buni ulug' ish ekanligini ko'radi. O'zini shahvati uchun, havoyi nafsi uchun yashayotgan inson faqir, kambag'al, zaif, muhtojlarni ko'rmaydi. Ularga e'tibor qilmaydi. Bunaqa insonlar Allohdan uzoq insonlar deyiladi. Mo'min bunaqa bo'lmaydi. Aytdik hozir. Mo'min boshqalar ko'rmagan narsani ko'radi. Chuqur fahmi bor, kuchli idroki bor, ulkan qalbi bor. Bunaqa qalb egasi kibr qilmaydi. Aytgan so'zlari qalbdan bo'ladi. Bunaqa musulmon odamning holati dunyodagi eng katta mushkulalardan ko'ra kattaroq bo'ladi. Ya'ni bunaqa e'tiqodlik, bunaqa tasavvurlik mo'minning ko'zida dunyoning eng katta muammolari ham arzimagan narsa bo'lib ko'rinadi. Ha, bir kattaroq bir molini bir qismidan ajralib qoldi, konfiskatsiya bo'ldi, dengizga cho'kib ketdi, infarkt bo'lib qoladi, insult bo'lib qoladi. Vaholanki yana u boyligini yarmi turibdi. Demak, bu inson mayda inson. Ha, domla 500 ming
Chakana pulmi? Hazakan pul emas. Boshing omonmi? Aql hushing joyida turibdimi? Tikka turib yuribsanmi? Yeganing kirib chiqib turibdimi? Ha, Alloh beruvdi. Alloh oldi. Berganda sinagan edi. Berib sinaganda yaxshi o'tdi imtihondan. Endi olib sinaganda-chi? Tushunarli birodarlar? Haqiqiy mo'min ko'zida bu dunyoni katta muammolari ham mayda muammo bo'lib ko'rinadi. U uchun eng katta musibat dinidagi musibat. Fala taj'al musibatana fi dinina. Musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagin. Ya'ni dinimizda musibatga uchramaylik. Bunaqa odamlar ozgina iqtisodiy qiyinchilikka tushib qolsa, tushkunlikka tushib ketadi. Bunaqa odamlar o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni qarzga bo'lsa ham olib, ega bo'lmoqchi bo'ladi. Bunaqa odamlar cho'ntagida xemiri yo'q. Cho'ntagida pul yo'q. Bankdan kreditga pul olib to'y qiladi restoranda. Bormi? Muhimi to'y zo'r o'tsin. 4 ta 5 ta artist kelib unga bir xizmat qilib beradi, katta pulni to'laydi, xursand. Keyin nima bo'ladi? Teshik tog'rani oldida o'tiradi. Haqiqiy mo'minning ko'zida bu dunyoning eng katta mushkulasi ham mayda bo'lib ko'rinadi. Chunki qalbi kuchli, irodasi mustahkam, himmati oliy bo'ladi. Mo'minning maqsadi oliy bo'ladi. Shuning uchun uni maqsadlariga yetishlik yo'lida unga uchraydigan narsalar hech narsa emas. Diqqat qilinglar shu gapga. Oldiga qo'ygan maqsadi oliy va ana shu oliy maqsadga yetishlik uchun mehnatni ham oliysini qilish kerak. U oliy maqsadga olib boradigan mehnat ham oliy bo'ladi. Uni yo'lidagi mashaqqatlarga parvo qilinmaydi. Musulmonni bu dunyodagi ehtiyojlaridan ko'ra maqsadi oliyroq bo'ladi. Odamlarni ko'rasiz, maqsadi uy, maqsadi uylanib olish, maqsadi kattaroq pul. Bor maqsadi shu. Bunaqalar o'sha narsaga erishgandan keyin hayoti zerikarli bo'lib qoladi. Chunki boshqa maqsad qolmadi-da. Haqiqiy mo'min bunaqa bo'lmaydi. Ummatni g'ami bilan yashaydi. Xalqini g'ami bilan yashaydi. Uni maqsadlari hojatlaridan oliyroq bo'ladi. Chunki uni hayotda ko'zlagan maqsadi va zimmasida vazifasi bor. Shuning uchun insonning yuksalishi, birodarlar, oliy martabada bo'lishi uni maqsadlariga qarab belgilanadi. Qanchalar maqsadingiz oliy bo'lsa, shunchalar yuksalasiz. Bandalar orasida haqiqiy podshoh kim ekan? O'zini nafsiga ega bo'lgan, havoi nafsini jilovlagan odam. Haqiqiy mo'min shunaqa bo'ladi. Uni o'lchovlari, tushunchalari bor. U hammaga ergashib ketavermaydi. Uni maqsadiga olib boradigan amali bor, manhaji bor va mana shu narsa uni baxtli qiladi. Bas barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Alloh har qanday ayb nuqsondan pokdir. Bu o'rinda birinchi oyatda al-mulk deyildi. Al-mulk jismlar mulki, malakut nafslar, jonlar mulki. Demak, Alloh taolo insonlarning nafslarini ham egasi, jism jasadlarini ham egasi. Alloh taolo insonlarning jasadlariga ham tarbiya beradi, nafslariga ham. Jasadlarimizni tarbiya qiladi, unga kerak bo'lgan hamma narsani ato qildi. Yeyish, ichish, taom, sharob, hokazolar, havolar. Nafslarimizni ham Alloh taolo tarbiya qiladi. Qanaqa qilib? Agar Allohning manhajidan chiqib ketadigan bo'lsak, ustimizga musibatni yuboradi, shu bilan o'zini toatiga qaytaradi. Demak, Alloh taolo bizning jasadlarimizga ham podshoh al-Malik, nafslarimizga ham podshoh al-Malik. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Birinchisi al-ulu, oliylik. Fata'ala Allohul malikul haq. Haq podshoh, Alloh yuksakdir. Yana bitta ma'nosi istivo. Yana bitta ma'nosi at-tamlik, egalik qilish. Bu mavzuyimiz o'ta bir nozik. Alloh taolo al-Malik ekan. Alloh taolo o'zi podshoh va ega. Yana Alloh taolo boshqalarni ham nimagadir ega qilib qo'ya oladi. Bir insonning qo'lida bir katta mansabi bo'lsa, bitta bir buyrug'i bilan bir odamni uyli qilib qo'yishi mumkin. Ana shu mansabdor qanchalar mansabi katta bo'lsa yoki bir badavlat boy odam qanchalar katta boy bo'lsa,
ro'parasida turgan odamni shunchalar katta narsaga ega qilib qo'yish imkoniyati bor. Endi Alloh taolo ham podshoh, ham ega va mana shu ega bo'lishlik huquqini ham berib qo'ya oladi. Bandani sog'likka ega qilib qo'yadi, boylikka ega qilib qo'yadi, quvvatga ega qilib qo'yadi, ilmga ega qilib qo'yadi. Endi bu narsani olib ham qo'yadi Alloh taolo. 90 dan o'tgan bir oqsoqoldan so'rashyapti. Qaddi qomati kelishgan, ko'zlari tiniq, tishlari o'rnida, qo'yinki unaqa jasadi yudab ketmagan. Alloh qodir shunga ega qilib qo'yishga. Alloh uni shunaqa ega qilib qo'yishligi uchun sabablarni qilish kerak edi. Bu oqsoqoldan so'rashdi. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga deganida, bolam, dedi u kishi. Bu a'zolar Alloh taoloning bizga qo'ygan omonatlari edi. Omonatga xiyonat qilmadik, harom xarishdan ehtiyot qildik. Alloh qariganimizda bizga bularni saqlab berdi deydi. Demak, Alloh taolo ham o'zi ega va bandalarni ham nimagadir ega qilib qo'yishligi Alloh taoloning qudratida. Alloh taolo bandalarga egaligini beradi. Aqli bor, quvvati bor, zakovati bor, husni bor, salobati bor, farzandi bor, ayoli bor. Ana shu ega qilib qo'ygan narsalari Alloh taoloning birodarlar sinovi deyiladi. Quvvat deyiladi 3 ta narsada bo'ladi. Molda, ilmda, mansabda. Agar mansabingiz bo'lsa, haqni yuziga chiqarishga imkoniyatingiz bo'ladi. Zulmni, gunoh, ma'siyatni to'xtatishga quvvatingiz bo'ladi. Olim bo'lsangiz, ilmingiz bilan odamlarni saodatli qilishga imkoniyatingiz bo'ladi. Boy bo'lsangiz, odamlarga molingiz bilan yordam berasiz. Mansabni ham, ilmni ham, molni ham kim beradi egaligini? Alloh subhanahu va taolo beradi. Endi qaysi bir bandaga shu narsa berilgan, qaysi bir bandaga berilmagan? Birodarlar, bergani aziz qilib qo'ygani, bermagani xor qilgani emas. Qaytaramiz. Berdi, aziz qildi, bermadi, xor qildi degani emas. Bergani sinov, man qilgani shifo. Nimadan shifo? Gunoh, ma'siyatdan. Insonga mansab berildi, ilm berildi, boylik berildi. Demak, mas'uliyat ham shunga yarasha bo'ladi. Bunaqa imkoniyati bor odamlar bitta savob ish qilsa, ikkita savob oladi. Bitta savob amal qilsa, ikkita ajr oladi. Bittasi o'zi qilganiga, ikkinchisi boshqalar ergashganiga. Endi mana shu narsaga ega bo'lgan odam bitta gunoh qilsa, ikkita gunoh yoziladi unga. Birinchisi o'zi qilganiga, ikkinchisi odamlar ergashganiga. Boylar isrofni boshlashadi. To'y to'rkunda, o'lim yetim ma'rud marakalarda kim ergashadi ularga? Kambag'al. Hajga bormaysizmi desa, borardim deydi. Pulim bor, faqat qaytib kelgandan keyin ehsonni o'ylab bora olmayapman deydi. U ehsonni kim boshlagan? Boylar. Shuning uchun aytyapmiz-da, boy odam bir gunoh ma'siyatni boshlasa, isrofni, unga ikkita gunoh bor. Bittasi o'zi qilgani uchun, ikkinchisi odamlar unga ergashgani uchun. Shuning uchun boy odamlarning holi ancha qiyin bo'ladi. Kambag'al odamlarning holidan, qiyomat kunidan. Bu Zagarandan kelasiz. Tamojindan o'tayotgandagi chamadonlaringiz soniga qaralgan edik. Haligi kambag'al odam rushnoyi ham yo'q. Pasportini beradi, tashlab pechadi, o'tib ketadi. Endi boychi yukim chiqmayapti deydi. Meniki 3 chamadonim chiqmayapti deydi. Qarashib qo'ylar deydi. Uni chiqib qolgandan keyin olib o'tishi mashaqqat. Shuning uchun qiyomatga borganda birodarlar, Sulaymon alayhisalom deyiladi, payg'ambar. Hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganidan 40 yil o'tib keyin jannatga kiradi deyiladi. Olal oqibat kiradi, lekin hisob kitob og'ir bo'ladi. Demak, Alloh taolo al-Malik bo'lgan zot. O'zi ham egalik qiladi, boshqalarga ham egalik imkoniyatini beradi. Dunyoda ato qilingan ulush nasibalar imtihon. Ularning borligi ham sinov, yo'qligi ham sinov. Qaytarib aytamiz. Biz bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Sizlarning qaysi biringiz go'zalroq, chiroyliroq amal qilishingizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zot Alloh. Hayot bilan o'limni Alloh yaratdi nima uchun? Bizni sinashligimiz uchun. Qaysi amalni chiroyliroq qilamiz? Shuning uchun dunyoga keldik. Berdimi? Sinov. Bermadimi? Bu ham sinov. Boylik nasiba ulush, ilm nasiba ulush, aql zakovat, nutq xitoba nasiba ulush, jasadning salobati nasiba ulush. Bu narsalar Alloh taolaning o'zi bilgan hikmati uchun insonlar o'rtasida turli qilib tarqatilgan. Kimda bor, kimda yo'q. Kimga behisqo qilib bergan, kimga ozgina bergan. Lekin bu gapimizni qaytaramiz. Borligi ham sinov, yo'qligi ham sinov. Qo'lingizda nima bor, birodar? Boylik bormi? Demak, qiyomatda boylikdan hisob kitob qilinasiz. Ilm bormi? Ilmdan. Mansab bormi? Mansabdan. Quvvat bormi? Quvvatdan. Nima berilgan bo'lsa, shuni javobini berasiz. Endi nima yo'q? Pul yo'q. Demak, siz qiyomatda kambag'allikdan imtihon qilinasiz. Alloh taolo sizni kambag'allik bilan sinayapti. Quvvatingiz yo'q. Demak, zaiflik bilan imtihon qilinasiz. Nimangiz bo'lsa, shundan imtihon qilinasiz. Nimangiz yo'q bo'lsa, shundan ham imtihon qilinasiz. Yo'qligi bilan sanalasizda shu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosiga quloq tutamiz. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allohumma ma zawayta anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Imom Termiziydan. Parvardigor, deyaptilar Rasululloh. Men yaxshi ko'rgan qaysi narsa bilan meni rizqlantirgan bo'lsang, menga nima bergan bo'lsang, bas uni sen yaxshi ko'rgan narsada menga quvvat qilgan. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan qaysi narsani mendan nari qilgan bo'lsang, bermagan bo'lsang, bas o'sha holatni o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun menga forig'lik qilgan. Dunyoda katta bergan bo'lsang, seni rozi bo'ladigan ishlarga sarflanadigan narsa qilib ber. Endi dunyoda katta bermagan bo'lsang, o'zingning ibodatingga ko'proq vaqtni ajratib qo'ygan bo'lgan. Ma'qulmi? Dunyosi ko'p odamga qiyin. Dunyosi ko'p odamga qiyin. Chakana narsani tomirini ushlab turish kerakmi, to'g'rimi? Endi yo'q bo'lsa-chi? Demak, banda borki, unga nimadir berilgan va nimadir berilmagan. Berilgan narsasida ham imtihon, berilmagan narsasida ham imtihon. Inson dunyoga kelishligida ixtiyori yo'q edi. Inson dunyoga keldi, undan hech kim so'rab o'tirmadi. Lekin dunyoda qanday yashashlikda ixtiyori bor. Astagfirullah. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Kim deydi Alloh taolo? Naq dunyoni ko'zlovchi bo'lsa, shu dunyodiylar desa, biz shu dunyoda ulardan o'zimiz istagan kimsalar uchun o'zimiz xohlagan narsani naqd qilib beramiz. Bir odam faqat dunyo deyapti. Alloh taolo unga beraman, o'zim xohlaganimcha deyapti. Albatta, bunda katta hikmat bor, rahmat, ilm bor. Qarang oyatda. Kim faqat shu dunyoni ko'zlaydigan bo'lsa, ularga bu dunyodan o'zimiz xohlaganchani beramiz deydi. Agar insonga mana shu dunyoni matohida Alloh taolo bergan bo'lsa, tezda bitta hikmat bor. U hikmat nima? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Bir odam faqat dunyoni ber dedi. Faqat dunyoni ber dedi. Alloh aytibdi, tezda berib qo'yamiz. Nima uchun? So'ngra uning uchun o'zi mazammat va quvg'inga duchor bo'lgan holda kiradigan jahannamni joy qilib beramiz. Robbana atina fid dunya hasana deganlar bor. Oyat bor Qur'onda. Parvardigor shu dunyoda yaxshilik bersang bo'ldi dishgan. Yana bir toifa bo'lgan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deganlar bor. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilik bergan, oxiratda ham yaxshilik berdi degan. Biz o'sha mu'minlarmiz. Ammo shunday toifalar bor, faqat dunyoni beradi deydi. Bu yog'ini qarang.
Oyatni davomini qarang. "Va man aradal axirata va sa'a laha sa'yaha." Kim oxiratni istasa va mo'min bo'lgan holida oxiratga loyiq sa'y harakat qilsa, va huwa mu'minun, mo'min bo'lgan holida, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mo'min bo'lgan holida sa'y harakat qilsa, bas unday zotlarning sa'ylari Allohning nazdida maqbul bo'lur. Bitta odam faqat dunyoda ber dedi. Dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh taolo tezda berib qo'ydi. Oxiratga borganda jahannamga kiradi. Ikkinchi odam oxiratda bo'lishini umid qildi. Dunyoda berdi, bermadi muhim emas, oxiratda bersin dedi. Alloh taolo ularning amallarini qabul qildi. Endi qarab turing. Ikkalasi haqida Alloh aytayapti. Kullan numiddu haula'i va haula min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mo'minlariga ham, mana bu kofirlariga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato qilaveramiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmaydi. Dunyoda. Bir toifa dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh berdi, oxiratda jahannam bor. Ikkinchi toifa dunyoda ham, oxiratda ham dedi. Shunga harakat qildi. Alloh taolo mukofotini ulug' qildi. Endi aytayapti, ikkala toifaga ham beraveramiz. Dunyoda beraveramiz. Lekin inson qaysi toifadan bo'lishligini tanlashning ixtiyori bor. Ma'qulmi? Yana qancha yashaymiz deb o'ylaysizlar? Mana bu yerda o'tirgan eng kichkinamiz nechaga kirgan? Aytinglarchi. 5 yashar olsin. 100 yildan keyin bo'ladimi o'sha odam? Yo'q a? 100 yil burun shu qishloqda yashagan odamlardan birontasi qoldimi? 100 yildan keyin mana shu qishloqda yashayotganlardan birontasi qoladimi? Dunyo desa ham o'ldi, oxirat desa ham o'ldi. Kim yutdi? Kim yutdi? Banda senda ixtiyor bor. Qaysi narsani talabada sodiq bo'lsang, unga erishasan. Sodiq bo'lding, senga ato qilinadi. Oxirat diyori deyapsanmi? Oxirat uchun harakat qilgan, dunyoda ham beradi Alloh taolo. Agar ana shu talabingni qo'lga kiritishlik yo'lida sodiq bo'lmaydigan bo'lsang, faqat orzu qiladigan bo'lsang, mehnat harakat qilmaydigan bo'lsang, u narsa senga berilmaydi, chunki Alloh taolo u xom xayollar bilan muomala qilmaydi. Demak, dunyo matohi birodarlar sinov uchun berilgan ekan. Bersa ham sinov ekan, bermasa ham sinov ekan. Ularning birovlaridan birovlarini qanday ustun qilganimizni ko'ring. Nozik oyat. Alloh taolo aytadi: "Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd." Bu dunyoda deydi Alloh taolo Isro surasida, bu dunyoda ularning birovlaridan birovlarini rizq martabada qanday ustun qilib qo'yganimizni ko'ring. Inson dunyoga keldi, rizqi taqdiriga yozilgan. Bir odamda boy bo'lishini Alloh yozdi, birini kambag'al bo'lishini yozdi. Bu Allohning xohishi edi. Birini ikkinchisini rizq ro'zada nima qilyapti? Tafovutli qilib qo'yapti. Katta bir kompaniyani, korporatsiyani yuzayotgan odam bilan ko'chada o'sha aravasini itarib, pomidorni sotib yurgan odam barobar bo'ladimi? Yo'q. O'rtada tafovut bor. O'sha neyroxirurg bilan yonida xizmat qilayotgan hamshirasi barobar bo'ladimi? Yo'q. Qishloqdagi maktabning muallimi bilan universitetdagi professor teng bo'ladimi? Yo'q. Birini ikkinchisini rizq ro'zdan maqildik deyapti Alloh taolo. Tafovutli qilib qo'ydik. Lekin valal axiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroqdir. Inson ana shu oldiga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun, doktor degan unvonni olishlik uchun yoki faloncha puli bor boy degan nomni olishlik uchun mehnat mashaqqatlarga kirishadi. Ana shuni mehnat mashaqqatlar evaziga topgan narsasini olim bo'ludi, boy bo'ludi, akademik bo'ludi. Odamlar bu narsani ko'rib turib katta narsa deydi. Bu narsalar hammaga berilib olmaydi, to'g'ri. Lekin ana shu narsani odamlar katta yutuq, muvaffaqiyat deb o'ylaydi. Qaytarib aytaman, falonchi milliarder, falonchi professor, falonchi manaqa chempion, falonchi manaqa. Dunyo matohi
unga berildi. Va mana shu narsani odamlarni ko'plari katta yutuq deb o'ylaydi. Bu yutuqmi bu? Haqiqiy yutuqmi bu? Keyin nima bo'ladi? Keyin aniq keladigan narsa nima? O'lim. O'lim kelgandan keyin puli ham tevada qoladi, unvoni ham tevada qoladi. Endi ulug'lik nima bu yerda desa, haqiqiy ulug'lik, g'alaba, yutuq bu qiyomat kunida yutuq erishishlik. Bizi ko'zimizda doimiy suratda shu bir dunyo matohida muvaffaqiyatga erishgan odamlarla ko'z-ko'z qilinaveradi. Va mana shularni Alloh yorliqagan baxtli odamlar deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin haqiqiy baxtmi bu? Haqiqiy baxt nima? Qiyomat kungi, oxirat kungi baxtga ega bo'lishlik. Chunki hozir aytib o'tdik, o'lim hamma narsani ketkazadi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini, podshohni podshohligini, qulni qulchiligini ketkazadi. O'lim hamma narsani yo'q qiladi. Ana shu o'lim kelgandan keyin yutuqqa erishgan odam haqiqiy g'olib odam hisoblanadi. Chunki bu dunyoning nasibasi vaqtinchalik. Sinov o'lim bilan hammasi tamom bo'ladi. Dunyo matohi. Alloh taolo eng yomon ko'rgan podshoh bu Firavn. Ana robbukumul a'la degan. Alloh podshohlikni unga ham beraverdi. O'zi yaxshi ko'rgan payg'ambar Sulaymon alayhisolamga ham o'sha podshohlikni beraverdi. Demak, dunyodagi podshohlik Alloh yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan bandasiga ham beraverar ekan. Boylik Qorunga ham berildi. Qorunga ham berildi, kofirga. Abdurahmon ibn Avfga ham berildi. Xulosa, dunyo matohi bir odamning qo'lida bo'lishligi Alloh uni aziz qilgani belgisi emas ekan. Chunki yaxshi ko'rganga ham, yomon ko'rganga ham beraveribdi. Dunyo matohini bermaganligi Alloh xor qilganligini belgisi emas ekan. Ma'qulmi? Endi qarangki, Alloh taolo avval yashab o'tgan ummatlarda aytayapti. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Mana g'arbda hozirgi kundagi zo'r moddiy hayotini ko'rib turib, moddiy hayotini zo'rligini ko'rib turib, Alloh bularga berganda degan xayol kelsa, eshitaylik oyatga. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Allohni umuman unutib yuborishuvdi. Alloh dunyoning hamma eshigini ochib qo'ydi. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod, xurram turganlarida ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar. Haqiqiy g'alaba, haqiqiy yutuq o'limdan keyingi yutuq. Ali ibn Abi Talib aytadi, haqiqiy boylik va haqiqiy kambag'allik Allohga ro'baro bo'lingandan keyin ma'lum bo'ladi. Qiyomatga borganda ko'ramiz, kim boy, kim kambag'al. Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ko'ramiz, kim baxtli, kim baxtsiz. Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ko'ramiz, kim aziz, kim xor. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah. Eng katta ziyonni Alloh taolo nima deyapti? Ayting. Eng katta ziyon ko'rganlar kim? Qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilgan kimsalardir. Ya'ni kofirlar. O'zi kofir bo'lib o'ziga ham ziyon qildi, kofir bo'lib bola chaqasiga ham ziyon qildi. Zumar surasi. Boy inson boylik degan imtihonga, sinovga dunyoda uchradi. Boyligini faqat o'zini kayf safosiga, huzur halovatiga sarfladi. Faqir miskinlarga bermadi. Alloh rozi bo'ladigan joyga sadaqa qilmadi. 70 yil yashadi. Zo'r yashadi. Lekin baribir nima bo'ladi oxirida? Baribir o'ladi. Demak, sinovdan o'ta olmadi. Yana bitta odam 70 yil yashadi, u faqir yashadi. Kuniga rozi bo'ldi, ibodatini qildi. U ham bir kun kelib nima bo'ldi? O'ldi. Ammo u sinovdan o'tdi. Abadiy saodatni qo'lga kiritdi. Birodarlar, dunyoda berilayotgan narsalar hammasi sinov. Kengchilik ham, torchilik ham, borchilik ham, yo'qchilik ham, sog'lik ham, kasallik ham. Endi bularni bari siz bilan bizni oxiratdagi saodatga, yo Alloh saqlasin, shaqovatga borib qo'yadigan amallar bo'ladi.
sabablarni qoyim qilishning o'zi kifoyami? Inson bu dunyoda yashar ekan, oldiga qo'ygan maqsadlari bor, yetmoqchi bo'lgan orzu niyatlari bor. Shu yetmoqchi bo'lgan narsasiga qilish kerak bo'lgan sabablar bor. Bu sabablar Alloh taoloning bu koinotga qo'yib qo'ygan qonuni. Shu sababda kim zo'rroq qilsa, Alloh taolo shunga natijani beraveradi. Sababda kim zo'r qilsa, Alloh shunga natijani beraveradi. Bu sababni zo'r qilayotgan odam musulmonmi, kofirmi farqi yo'q. Sababni zo'r qildimi? Bu yerda musulmon kofirligiga qaramaydi. Sababni kim zo'r qilsa, Alloh natijani shunga beraveradi. Endi sababni zo'r qilsa, kofirga bergan Alloh, sababni zo'r qilsa mo'minga bermay qo'yadimi? Demak, dunyo ilmlarida, dunyo fanlarida nimada orqada qolib ketgan bo'lsak, bu o'zimizning aybimiz bilan bo'ldi. Ular bu masalalarda qaysi ishda o'tib ketgan bo'lsa, o'zlarini sababidan o'tib ketdi. Lekin sabablar hamma narsa ekan degan xulosaga kelib qolmaslik kerak. Sabab bor yo'g'i sabab. Alloh taolo siz bilan biz qiladigan sabablarni hech narsa emasligini ba'zida ko'rsatib qo'yadi. Biz maqsadimizga yetish uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablar ikki xil bo'ladi. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi. Alloh xolasa bo'ladi bir narsa. Endi buni bilmaymiz-da biz, to'g'rimi? Alloh xoladimi, xolamadimi bilmaymiz bir ishni oxirida. Bizga tayin qilingan sabab qoladi. Tayin qilingan sabab nima desa, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Asli sabab Allohning xohishi, tayin qilingan sabab biz qilishimiz kerak bo'lgan ish. Alloh bir ishni xoladimi, xolamadimi bilmaymiz buni. Mana qoladi. Tayin qilingan sabab ikki xil bo'ladi. Biz tushunib his qiladigan, biz tushunib his qilmaydigan. Masalan, inson boy bo'lmoqchi. Faqirlikdan qutulib badavlat bo'lmoqchi. Maqsad bor. Unga ikkita sabab kerak. Birinchisi Allohning xohishi, asli sabab, ikkinchisi tayin qilingan sabab. Endi Alloh sizni boy bo'lish bo'lmasligingizni xohlagan, xohlamaganligini bila olasizmi? Buni qo'yasiz. Nima qoldi sizga? Tayin qilingan sabab. Tayin qilingan sabab ikki xil. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish ikki xil. Birinchisi, hamma qilayotgan ishlar. Boy bo'lish uchun nima qilish kerak? Aqlimiz oladigan ishlar. Ishlash kerak, mehnat qilish kerak, ekonom qilish kerak. Yema ichma bu baxil. Evet, insonlar boy bo'lishligi uchun insonlar qiladigan sababni birinchisini musulmon ham kofir ham qilyapti. Mehnatni aqlimiz yetgan sababda hammamiz qilyapmiz. Endi ikkinchisi, boy bo'lishimiz uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan, biz his qilmaydigan, tushunmaydigan sabab nima? Silay rahim, ota-onaning duosi, sadaqa, xayr ehson, taqvo. Buni qilmaydi kofirlar, mononiylar qiladi. Lekin zo'r qilgani uchun Alloh beraveryapti bularga. Xo'p, biz boy bo'lmoqchimiz. Mehnatni qildik, sababni qildik, ekonomni qildik. Silay rahimni ham qildik, xayr ehsonni ham qildik. Endi aniq boy bo'lamizmi? Nima qoldi ma'qida? Allohning xohishi qoldi. Demak, biz modomiki Allohning xohishini bilmaymizmi? Bizga tegishli bo'lgan ishni zo'r qilib qilamiz va hech narsa qilmaganda Parvardigor endi boy qilgin deymiz. Biz odamlar yo uni yo buni qiladi. Tavakkal qilgani hech narsa qilmaydi, tavakkal qilib o'tiraveradi. Mehnat qilgani mehnat qiladi, tavakkal qilishni bilmaydi. Ikkalasini qilamiz. Sababni zo'r qilamiz, tavakkalni qilamiz, undan keyin nima bo'lsa rozi bo'lamiz. Birodarlar, bizni qilayotgan mana sabablarimiz bor yo'g'i sabab. Alloh xolasa sababni qilmasangiz ham berib qo'ya oladi. Iso alayhisolamning tug'ilishini qarang. Erkak bilan ayol bo'lish kerakmi sababning ichida? Erkak yo'q, tug'ilaverdimi? Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo qutqarishni xohladi, o'tga tashashdi. Sababni qildi insonlar, aqliy hissisini ham, his qilmaydiganini ham. Tashashdi. Kuyib ketish kerak edi. Ibrohim alayhisalom hech narsa qila olmas edi. Kuydimi? Demak, kim aytgani bo'lar ekan? Biz bunani qilishga javobgarmiz, natija Allohdan. Yomg'ir
ko'katni o'sishiga sabab xolos. Yomg'ir o'stirmaydi ko'katni, Allohning xohishi o'stiradi. Olov o'tinni kuyishligiga sabab xolos. Olov o'tinni kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Suv insonni cho'kib o'lishiga sabab xolos. Lekin suv o'ldirmaydi insonni, Allohning xohishi o'ldiradi. Ibrohim alayhisalom o'tga tashlash, o't kuydirmadi, Alloh xohlamadi. Yunus alayhisalomni suvga tashlashuvdi, cho'kmadi, kim xohlamadi? Shuning uchun biz sabablarni zo'r qilamiz. Zo'r qilamiz, lekin sababga o'ziga suyanib qolmaymiz. Tushunarlimi? Allohga tavakkul qilishlik, birodarlar, bu siz bilan bizni qalbimizni xotirjamlikka to'ldiradi. Mana shu sababni qilasan, lekin hech narsa bo'lmaydi. Masalan, ikkita yosh nikohlanadi, 1 yil, 2 yil, 3 yil yashaydi. Hamma sabab bor, lekin farzand yo'q. Ana bu yoqda Iso alayhisalom ota bo'lmasa ham dunyoga kelyapti, Alloh xohlagani uchun. Bu yerda er xotin har qancha harakat qilsin, har qancha tabibga yugurmasin, bo'lmayapti. Nima uchun? Alloh xohlamagani uchun. Demak, natija Allohdan bo'ladi. Sabablar bor yo'g'i sabab. G'arb olami faqat sabablarga suyandi, Allohni unutdi, shirkka kirib qoldi. Endi bizning zamonimizda, oxir zamonda yashayotgan musulmonlar sabablarga beparvo bo'ldi, gunohkor bo'lishdi. Ikkalasi ham xato. Biz ikkalasini ham ushlashligimiz kerak. Tavakkul ham qilamiz, sababni ham qilamiz. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Mana Alloh taolo payg'ambarimizga ayting deyapti. Qul inni la amliku lakum darron va la rashada. Men sizlarga na bir ziyon va na to'g'ri yo'l berishga ega emasman. Kim qo'lida hamma narsa? Qul la amliku li nafsi darron va la naf'a. Ayting Muhammad alayhisalom, men hatto Alloh xohlamasa o'zimga ham yaxshilik ham zarar ham qila olmayman. O'zimga ham foyda ham zarar keltira olmayman. Endi Muhammad alayhisalomki o'ziga foyda zarar keltira olmasa, Allohning iznisiz qolganlarga yo'l bo'lsin. Alloh taoloning Al-Malik ismi. Uni amaliy tatbiqi bor. Alloh taolo Al-G'afur ekanmi? O'sha ismdan o'zimizga ulush olamiz, kechirimli bo'lamiz. Alloh taolo Ar-Rohim ekanmi? Ulush olamiz, rahimli bo'lamiz. Alloh taolo Al-Jawad, saxovatli ekanmi? O'zimizga ulush olamiz, biz ham saxovatli bo'lamiz. Bu darslardan ko'zlangan maqsad shu. Allohning bir ismini, sifatini o'rgandingiz, o'zingizga ulush oling shundan. Endi Al-Malik, Alloh taolo podshoh bo'lgan zot. Al-Malik bo'lgan Allohning bandasi o'zini o'ziga o'xshagan odamlarga xor qilib qo'ymaydi. Allohning Al-Malik ekanligiga iymon keltirgan mu'min bandaga xor bo'lishligi unga ummatlar yarashmaydi. Masalan, boyni yoki bir mansabdorni oldida inson o'zini xor qilsa, bu mu'minga mutlaq to'g'ri kelmaydigan holat bo'ladi. Man jalasa ila g'aniyin fatada'ada alahu zahaba thulutha dinihi. Kim bir boy bilan birga o'tirsa, bir kambag'al yoki o'rtahol odam boy bilan o'tirsa va uni oldida o'zini xor tutsa, dinini 3dan 2si ketdi. Endi bu boy agar xayr saxovatli, jamiyatga foydali, juda ko'p xayriyatli ishlarni qilayotgan bo'lsa, shu ishi uchun oldida o'zingizni qulluq qilib tursangiz mayli. Yaxshi ishlari uchun, qilgan savobli ishi uchun hurmat qilsangiz mayli boyda. Endi bunaqa amali yo'q bitta ham. Prosta boyda. Tushunarlimi? Seni boy qilib sinayotgan bo'lsa, meni kambag'al qilib sinabdi. Seni boy qilib qo'ygani seni mendan balandliging emas. Meni kambag'alligim sendan pastliging emas. Bu sinov bu deydi. O'sha boy akalar xayrli ish qilinglar, ishinglar uchun hurmat qilaylik. Ammo prosta boy bo'lganinglar uchun hurmat talab qilmanglar. Al-Malik ismini amaliy tatbiqi nima? U qanaqa bo'ladi? Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni Alloh taolo Fir'avn oldiga borib da'vat qilinglar dedi. U ikkalasi aytdi, payg'ambar. Qola Robbana
innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qo'rqishdi, xavotir olishdi. Parvardigoro, dar haqiqat biz agar uni senga iymon keltirishga da'vat qilsak, u shashqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tug'yonga tushishidan xavfdamiz. Xavotirimiz bor dedi. Alloh nima dedi? Qala la taxofa. Qo'rqmanglar ikkovinglarim. Innani ma'akuma asma va ara. Men ikkovinglar bilan birgaman, ko'rib eshitib turaman dedi. O'zini zamonasidagi eng katta podshoh, eng katta zolim Firavn. Banu Isroil chiqib ketdi Misrdan. Orqasidan qo'shin bilan quvib bordi. Ana siz sababni qilmasangiz ham Alloh xohlagan ish bo'lishligini bitta misoli. 600 ming Yahudi Misrdan chiqdi. Dengizga borib turib qoldi karvonda boshi 600 ming kishilik karvonni. Karvonda oxiridagilar Firavnni eng kuchli o'sha zamondagi qo'shini bilan kelayotganligini ko'rdi. Mana endi halokat aniq. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun. Ikki jamoa bir-birini ko'rgach, Banu Isroil bilan Firavn qo'shini Musoning hamrohlari dedi, bizlar aniq tutildik. Nima sabab bor? Nima ish bor qo'lida? O'zlarini tirik saqlab qolishlikka. Hech qanday sababi chorasi yo'q. Muso alayhisalom nima dedi? Kalla. Qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q. Aniqki men bilan birga Parvardigorim bor, albatta o'zi najotga boshlaydi dedi. Qissani bilasizlar davomini. Banu Isroildan bitta odam yerdan bitta kessaga olib otmadi u qo'shinga. Alloh taolo dengizga shunday g'arq qilib qo'ydi Firavnning qo'shinini. Demak, sabablarni qilishlik siz bilan bizga lozim, lekin sababni o'ziga suyanib qolmaslik kerak. Bir yil gektaridan 50 sentrdan hosil olibsizlar, qanday erishdinglar bunga deydi. Desa dehqon bobo aytadi, vaqtida yerda haydadik, vaqtida suvni qo'ydik, vaqtida sabab shuning uchun erishdik deydi. Endi keyingi yil shu narsa bo'lmaydi. Xuddi o'sha ishni qildi. Desa bir yil tabiat injiqligi tufayli aytmayaptiki, o'tgan yil qilgan ishni qiluvdik, bir yil bo'lmadi. Demak, Alloh xolamagan ekan deya olmaydi-da. Shu dehqon Alloh deb qo'ysa nima bo'ladi o'shada? Ha, o'tgan yil ham o'sha ishni qiluvdingiz. Musa alayhisalom aytayapti, Alloh men bilan birga deyapti. Alloh men bilan birga yo'l ko'rsatadi deyapti. Agar sen musulmon banda, al-Malik bo'lgan Robbing bilan birga bo'lsang, sen ham podshohsan. Agar sen al-Malik bo'lgan Robbingga iymon keltirgan bo'lsang va ishingni bironta bandani qo'lida deb gumon qilsang, Allohdan boshqa birov foyda ham zarar ham keltirishi mumkin deyotgan bo'lsang, sen vahimga kirib qolsan. Sen shirkka kelib qolsan. Allohni al-Malik ekanligiga iymon keltirgan, iymoni komil mo'min hamma ish Allohning qo'lida deydi. Hamma sababni qiladi, dorini vaqtida soladi, yerda haydaydi, suvni qo'yadi, tavakkal deydi. Undan keyin nima bo'lsa ham deydi, alhamdulillahi robbil alamin deydi. Hud alayhissalom qavmi masxara qildi, qavmi haqorat qildi, ustidan kuldi. Nima dedi oxirida? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Endimi dedi? Shuncha da'vat qildim, shuncha sizlarga nasihat qildim, qabul qilmadinglarmi? Endi qo'lingizdan kelgan ishinglarni qilinglar, menga nisbatan hiylalarni xohlagan qilinglar, kutmanglar dedi. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, hammasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Birodalar, mana shu din deyiladi. Mana shu tavhid deyiladi. Hammani ishi, hammani kori Allohning qo'lida deb bilishing tavhid. Hamma Allohning qabzasida deb bilishing tavhid. Qalbingni xotirjam bo'lishligi tavhid. Birodarlar, Alloh taolo bizga ibodatni buyurdi. Namoz o'qib, roza tut dedi. Shu narsaga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ydi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur.
bas unga ibodat qiling, o'ziga suyaning. Agar siz Robbingiz al-Malik ekanligiga iymoningiz komil bo'lsa, hamma ish, hamma narsa Allohning qabzasida ekanligiga iymoningiz komil bo'lsa, Allohdan boshqasiga xor bo'lmaysiz. Odamlarga xor bo'lmaysiz. Allohning o'ziga suyanasiz, tavakkul qilasiz, siz ham podshoh bo'lasiz hayotda. Mo'minning azizligi Allohga bo'lgan tavakkuli bilan, qiyomul layli bilan, odamlardan behojatligi bilan. Banu Umayya xalifalaridan bittasi Makkada Harami Sharifda bir jalil olim bilan uchrashib qoldida, xalifa aytayapti olimga. Bir hojatingiz bo'lsa menga ayting, deyapti. Haligi olim vallohi Allohning uyida o'tirib Allohdan boshqasiga hojatim aytishga uyalaman dedi. Keyin tashqariga chiqishdi. Tashqariga chiqqanda hojatingiz bo'lsa menga ayting dedi. Olim unga vallohi hojatimni ravo qilishga qodir zotdan so'ramadim-u, uni ravo qila olmaydigan bandadan so'raymanmi dedi. Haligi xalifa turib oldi, bir yaxshilik qilay, bir ko'nglini olay deb turib olganida olim bo'pti dedi. Meni jannatga ketib qo'y dedi. Meni qo'limdan kelmaydi dedi xalifa. Olim aytdi, unday bo'lsa sizda hojatim yo'q dedi. Shuning uchun Robbisini al-Malik ekanligini bilgan, iymon keltirgan va iymoni komil bo'lgan odam faqat Allohga suyanadi, bandalarga o'zini xor qilib qo'ymaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.